mana Komila xonim. Men bilan o'sha Aminova paytlaridan bilaman, Bo'riyeva bo'ldilar. Umuman Komila opam bilan juda uzoq yillar maqomda ishlaydi. Qancha ustozlarni ko'rdik. Komila opam mana shu yerda juda uzoq yildan beri shu dargohda ishlaydilar. O'sha konservatoriya bo'lgan paytdan bularga shu domlalik yarashadi. Qo'shiqchilik ham yarashadi, lekin bari shu bilan birgalikda shogirdlari ko'p, ustozlar. Komila opajon, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Mana bu yigitlar ham umidli yigitlar, mana maqomda o'qishar ekan, sozan. Doirachi bu eng maqomning eng yuragi. Ha, bu bo'lmasa bu-da. Doirachi maqomi yuragi. Bizda shu Rahmatilla akam Qudratlar ishlaganda biz bilan qo'lidagi Alik Shirin chamasidan bahramand bo'lganmiz. Qancha ustozlarni ko'rdik. Hozir aylanib shu yerga kelib qoldik. Hozir Komila opam chiqib ketyapti. Voy Komila opam. Yigitlar hammalarga omad. Mana qizlar. Maqomni yaxshi ko'ringlar, bilasizlar, milliy san'atni kim yaxshi ko'rsa, umri ham uzoq bo'ladi, kasal ham bo'lmaydi, yaxshi bo'ladi. Bo'g'ilib o'lib qolguncha maqom aytdi. Yo'q deydi, programmalar o'zgargan paytga to'g'ri kelib qoldim shekilli dedi. Maqom aytmadik. Ha, maqomni kamroq aytdik demoqchi-da. Endi bizning paytimizni bilasiz-ku. Ertalab 9 dan sarahbor aytilardi 2 gacha. Birorta xalq hofizlari eson ekan bo'ladimi? Hech kim nimaga 2 marta qaytardi degan gap bo'lmas. O'shuning uchun miyalarimizga singib qolganda kechasi 3 ta turg'izib ham sarahbor osti qani hali joyini aytgin chitsa aytamiz. Gapiring Komila opajon, siz narsa deng. To'g'ri. Masalan, biz juda ham ko'p yillar birgalikda ijod qildik. Opa singil bo'ldik, hech qachon sammanga bormadik. Gapiraveradi bu. Nima dedim? Aytdingku, urush talashdi. Unaqa narsa bo'lmagan bizda. Ashula talashganmizmi? Ashula ham talashmaganmiz. Yo'q, maqomni uni aytaman. Nima desam ekan, mana hozir men har doim aytaman, juda ham maqomni yuksak darajada egallagan qo'shiqchilarimizdan, xonandamizdan, ashulachilarimizdan bo'ladi. Shuning uchun men juda ham hurmat qilaman buni. O'zim o'rgilib ketay, yaxshi, juda ham yaxshi ayol, hamma narsani to'g'ri, ro'y-rost gapiradi. Juda ham ko'p ustozlar hammasi yoqqa kelib olgan, Mahmud Yo'ldoshev, Hojiboyev ketdi, qolgani ham hech yig'ilib qolgan bular. Birga ishlab, birga ijod qilib, birga ustozlar bilan birga ishlash biz baxtiga muyassar bo'lganmiz. Maza qilib shu opanglardan ko'p narsalar o'rganinglar. Xorazm yo'li bo'ladimi, Buxoro yo'li bo'ladimi, Shashmaqom bitta. Shu maza qilib o'rganinglar, bir kun foydasi tegsa tegadi, hech ham zarari yo'q. Faqat shu yerda o'qiydigan talabalarga, umuman domlalarga hammaga faqat yaxshilik tilayman. Bu yerda do'stlarimiz ko'p, mana Salohiddin bor, Zamira opa bor, Suyunova, biz bilganlar kimlar, yana Qudrat, Matlub opam borlar, mana Rahmatilla akam, hammalari sog' bo'lishsin. Sog'. Shogirdimiz mana Muhabbat bor, bu yerda ishlaydi, Mahfuza bor. Sen ko'pda? Ha. Professor bo'ldingizmi? Ha, bo'ldi. Mana bular haqiqiy professor yo'qlab olganlar, kitob chiqarib, Beknazar ikkalovlari va Ahmadjon Dadayev. Qolganlar faxriy professor. Ma'lumot tushib ketdi. Sog' bo'linglar, hammaga tinchlik, O'zbekistonimizda tinchlik bo'lsin, yurtlar, butun dunyo tinch bo'lsin. Milliy san'atdan uzoqlashmanglar, asallar. Rahmat, sog' bo'ling, sog' bo'ling.